Assalomu alaykum. Hop. Bugun 6-chi, yo'q, 6 emas. 6-chi ekan. 6 oktyabr. Xullas, o'sha challenge'da ikkinchi kuni soat 5 dan deyarli 20 daqiqa o'tgan. Hozir mana chiqdim. Uxlamaslik uchun. Lekin bu safar challenge'da sal bir o'zimcha aylanib o'tmoqchi bo'ldim. Uxlab qolmaslik uchun ham uxlamaslik uchun ham bugun kechasini uxlamay chiqdim. Endi borib ozroq aylangandan keyin yotaman-u. Endi keyingi safardan Xudo xohlasa vaqtli turib, maqsad o'zi vaqtli turib shu uxlab qolmaslik. Oldida kelib shunchaki video qo'yish emas. Maqsad bu vaqtli kelib uyg'onib, shu uyg'ongandan keyin davom ettirib uxlamasdan kunni o'tkazishdi. Hop, shunday bo'lsa ham bir ikkita narsalarni o'rgangan narsalarimni yozib qo'yapman. Xususan, men o'rganganim mana shu YouTube'dagi content creatorlarni ham ichida ham xullas kim bo'lsa ham eng masalan ishini zo'r qiladiganlar, masalan Mr. Beastmi yo Anatoliymi shunga o'xshash content creatorlar bo'lsa, hammasi bir 10 yillar oldin boshlaganda ular. Ularda bitta common narsa bor, hammasida consistency. Ya'ni bir ishni muntazam qilib kelgan, shuning orqasidan keyin hozir katta natijalarga erishgan. Xuddi o'shanday bitta ishda konsistent bo'lgan odam